Biz premium obunachilarimizning har bir kommentariyasiga e'tibor beramiz. Bee'tibor qoldirmaymiz. Boshlang'ich to'lovsiz don toping deydi. Mana bugun shu imkoniyatni men sizlarga topib qo'ydim. Shunchaki pasportingiz bo'lsa bo'ldi. Ish haqi ham boshqa hech narsa kerak emas. Ikki xonaligini umuman boshlang'ich to'lovsiz, podkulch holatda sizga domni topib qo'ydim. 3 xonaliga atiga 40 million to'laysiz bo'ldi. Kelib, xotirjam. Bugunni o'zida rasmiylashtirish mumkin. Nomingizga kadastr hujjatlari chiqadi. Yana nimasini aytay? Hamma tomonlama oshxona jihozlarini kuxunnisi yo'q xolos. Boshqa hammom hojatxonasi unikatyorlari bu yerda ochma deb qo'yibdi. Ochib baribir ko'rsatamiz. Ko'rib turganingizdek, unikatyorlari, gazochotchilari bo'ladi. Narxni aytdim, manzilni aytdim. Oylik to'lovga keladigan bo'lsak 4 million 100, 2 xonaligi 4 million 500, 3 xonaligiga chiqadi. Yana bir qator quruvchilar o'zi bilan ham gaplashib olganingiz yaxshi. Manzil masalasiga keladigan bo'lsak, Andijonda biz bosganda, Urganchida arka bor, arkani oldidan kirganingizda mahalla guzarining oldida, ya'ni где-то 30 metrda yo'lni bo'yiga yaqin joyda asfalt bo'lgan, oyog'ingiz loy bo'lmaydi, gaz, svet, suv bor. Aloqaga chiqing, bunaqa imkoniyatni faqat bizdan olishingiz mumkin, boshqalarda ham bor. Lekin men sizga ilindim, albatta kuzatishda davom eting.